Ну что, тогда начинаем, да? О, ага. Начинаем, все зашли, никого не ждем. Да-да, начинай. Ладно, qolganlar keyin yetishmalar. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Dono, Deftera kompaniyasida ishlayapman. Hozir mana 3 oy bo'ldi. Da, 4-iyun kuni 3 oy bo'ldi. Gulbahor opamni komandalarida liderman, tanimaganlar uchun. И 20 yildan beri mana shu sityovoy kompaniyada ishlab kelaman. Ikkita oliy ma'lumotim bo'lsayam, man shu kompaniya sityovoy marketing MLM industriyaga kirib qolganman, ishonganman, потому что mani orzu maqsadlarim judayam katta bo'lgan. Mani orzu maqsadlar nima deydi, MLM kompaniyasiga kelganimda man ishonganman, что mani orzu maqsadlarim shu kompaniyada ro'yobga chiqadi. Chunki undan oldin ikkita institut bitirganman, bankda ishlaganman 13 yil. И man bitta narsaga hayron bo'lardim. Ikkita oliy, ikkita o'rta ma'lumotim bor. Dekretniy paytimda kosmetolog vizajistligiga o'qiganman, ishlaganman ham 1 yilcha. Eski traditsionniy kosmetologiya bo'yicha modelyer dizaynerlikka tugatganman. U sohada ham ishlaganman. Shogird bo'lib bitta dizayner. Xullas, nima qilmagan bo'lsam, men bitta narsani tushunganmanki, что men наемный ishchiman. Mani vaqtim kimgadir dan зависеть qiladi. Ayniqsa bankda ishlaganimda men ikkita ko'zim faqat soatga qarab o'tirardi-da. Men o'sha paytdan o'ylardim, mani orzularim, bu payt orzu bo'lardi. Hozir farqini ham gaplashamiz, orzu bilan maqsadni. Man orzularim qachon ro'yobga chiqadi? Men ertalabdan kechgacha kim uchundir ishlasam degan fikr meni qiynardi. MLM industriya, sityovoy marketing meni hayotimga roppa-rosa 20 yil oldin kirib kelganda meni orzularimga tegishli takliflar bo'lgan va men ishonganman. O'shandan keyin orzuni qanday qilib maqsadga aylantirishni o'rganganman va shu maqsadga erishishni. Sizlar bilaman, oriylarda balkim 150 marta eshitgandirsizlar bu temani. Orzu, maqsad. Ну давайте bugun как-то от души gaplashamiz-da. Chunki bu ikki xil kuch hisoblanadi. Orzu ham bitta kuch, maqsad qo'yish ham bitta kuch. Orzu bu bizani xayolimizdagi xohishlarimiz. Bilasizlar, hammamiz nimadir xohlaymiz, постоянно nimadir xohlaymiz. Chiroyli uy xohlaymiz. Почти bir xil hammani orzusi. 99% mashina xohlaymiz, sayohat xohlaymiz, chiroyli ko'rinish xohlaymiz, pul xohlaymiz va hokazo. Faqat orzularimiz ko'proq shu materialniy mirga qarab ketib qolaveradi, lekin uni biza faqat xohlaymiz. No, xohlash bilan ish bitmaydi, потому что orzuni maqsadga aylantirishni bilishimiz kerak. Maqsad nima? Bu уже sizni qaroringizdan kelib chiqqan narsa. Ras maqsad qo'ydingizmi? O'zingizga so'z berdingizmi? Bu degani siz o'zingiz uchun javob berishingiz kerak. Bu orqaga yo'l yo'q degani. Maqsad bu shunaqangi narsaki, bu bizani yo'limiz, o'sha orzu qilgan narsalarimizga yetib boradigan yo'limiz. Lekin nimagadir orzu qilishga qilamiz, lekin maqsad qo'yib harakat qilishga qo'rqamiz. Birinchi sabab bu bizani qo'rquvlarimiz xalaqit beradi. Nimadir maqsad qo'ysangiz, уже ichingizdan qo'rquv chiqadi-da, u orzu ham ko'zingizga ko'rinmay qoladi-da, sizni aynitib, qo'rqitib boshlaydi. Sani qo'lingdan kelmaydi, qo'ysang-chi. Nima qilasan shuni? Tinchgina yashab yuruvding-ku. Unda o'xshadi, sanda o'xshamasligi mumkin. Xullas, millionta narsani ichimizdagi qo'rquv yuzaga chiqarib, qo'rqitib boshlaydi. Va mana shu
qo'rquv kelgan paytda biza bitta narsani tushunishimiz kerak, что bu qo'rqitayotgan narsa bu bizani aqlimizda hisoblanadi. U shunaqangi qo'rqitadiki, nima deydi? Aql shunchalik boshqarib boshlaydiki, biza shu narsani ko'ra bilishimiz kerak bo'ladi. Ahamiyat beringlar. Hammada bor shu narsa. Har xil nima deydi, miyaga shunaqangi topshiriqlar ketadi-da. Chunki maqsad qo'yganda, qo'rquv chiqqanda energiya pastga tushib ketadi maqsadga erishish uchun, tushunasizlarmi? O'zi umuman olganda maqsadga erishish uchun bizga quvvat kerak bo'ladi. Ichimizda shunaqangi energiya kerak bo'ladi. Lekin mana shu qo'rquv sababli hamma energiya yo'qoladi va undan tashqari odam o'zini ayab boshlaydi. Hayotda shunaqangi odamlarni uchrataman. Hozirgi kunda не то что maqsad qo'yish, balkim orzu qilish ham esidan chiqib qolgan. Ko'yniga sig'maydi. Ой, это звуки мешают. Умида, отключите микрофончик. Mikrofon mishatib qo'yapti. Meni ham anaqa fikrim buzilib qolyapti. Xullas, maqsad degani bu orzuni maqsadga aylantirish uchun bizga energiya kerak bo'lar ekan. Energiya bu bizani ichimizda bo'ladi, lekin bu energiya bo'lmasligining sababi bizga qo'rquvlar xalaqit beradi. Qo'rquv qanaqa? O'sha hali aytganimdek, zona komfortdan chiqib ketish uchun aql qo'lidan kelganini qilib qo'rqitadi. Faqat negativ fikrlar beradi. Mana shu narsaga yetib kelganda odam уже birinchi keladi-da, motivatsiya olib, qiziqib, bo'ldi, men qilaman, brilliant bo'laman, undan kattasi bo'laman deydi-da, lekin уже aqli ishga tushib, qo'rquv boshlagandan keyin sekin откат ketadi orqaga. Nima deydi? Sen qilolmaysan bu narsani, sen eplolmaysan degan narsa to'g'rimi? Hammamizda anaqamizdan o'tgan. Bayramlarga boramiz, motivatsiya olamiz, sponsor bilan ko'rishamiz, motivatsiya olamiz, keyin birdaniga qilaman deb yana orqaga ketib qolamiz. Mana shu paytda ahamiyat beringlar, kim sizlarni qo'rqityapti? Bu sizlarni aqlinglar qo'rqityapti qo'ldan kelgancha. Energiyalarni yo'qotyapti. Boya aytayotgandim, что hozirgi kunda shunaqangi odamlar не то что orzu qilish, balki maqsad qo'yish orzu umuman esdan chiqib qolgan, ko'yniga ham sig'maydi. Juda ham ko'pchilik odam bilan gaplashsangiz, anaqa nima deydi, depressiya holatida bo'ladi. Ko'p shunaqa odamlar ko'yniga sig'maydi. Lekin men o'zimdan kelib chiqqan holatda aytaman, menda ham bo'lgan bu holat, depressiyani hamma turlariga kirib chiqqanman insonomon. Energiyam yo'q bo'lgan, nima uchun yo'q bo'lgan, nima uchun maqsad qo'yolmayotganimni o'shanda tushunib yetib, mana shu ustida energiyamni ko'tarish ustida juda ham ko'p nima deydi, praktikalar qilib ishlab kelganman. Потому что hamma narsani ongli ravishda qilaman desangiz, sizga по-любому sizga quvvat keladi. Energiya, kayfiyat, настроение. Odam har doim ham pozitiv holat. Yoldan beri kızdı şimdi. Apalatıyı bir kısmına verirsen biraz suyla. Odam har doim ham pozitiv holatda yurolmaydi. Kelinglar shu ozgina shu energiya, aqlni o'chirish va ichimizdagi energiyani ko'tarib olish ustida gaplashamiz, потому что bu juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki qanchalik xursand bo'lsangiz, qanchalik energiyangiz baland bo'lsa, shunchalik sizni maqsadingiz tezroq amalga oshadi. Bitta praktika aytaman sizlarga hozir. Mana misol uchun
sizlarda qo'rquv paydo bo'lyaptimi? Sizlar hozir просто mani gapimni tasavvur qilib ketinglar-da. Mana hammanglarda orzu bor, to'g'rimi? Hammamizda orzu bor. Uni maqsadga aylantirayotgan jarayonda qanchalik qo'rquv chiqishi, qilolmasligimizni, bizga bu mahsulot to'g'ri kelmasligini, achib qolishi va hokazo. Har xil versiyalar kelib chiqaveradi. To'g'rimi? Odam nima deydi, ikkilanib qoladi, orqaga ketib qoladi, qilaymi, qilmaymi bu narsani? Voy, puli bormikin bu yerda, yo'qmikin? Mahsuloti unaqamikin? Xullas, har xil qo'rquvlar chiqaveradi. Mana shunaqa holatda bizni просто chiqib o'zimiz kuzatishimiz kerak. Kim gapiryapti bu narsani? Nimaga qo'rqityapti? Nimaga? Na samom деле mana shu hamma gaplar qo'rquvdan kelib chiqayotgan gaplar, bu o'zi aslida yo'q narsa. Bu illyuziya hisoblanadi. Bu yo'q, lekin bizni nimagadir mana biznes boshlaymizmi, boshqa ish qilamizmi, qaysi bir ishga qo'l urmoqchi bo'lsangiz, siz qo'rquvga ko'proq ishonasiz. Lekin qo'rquv bu aqlli bitta anaqasi, funksiyasi hisoblanadi. Qo'rqitadigan maqsad shuki, bu yana ham chuqurroq o'ylasangiz, bu odam ikkilantirib qo'yadigan narsa, bu yaratganga ishonmaslik bir tomondan. Bu qo'rquv, bu shaytoniy bir hislat deb tushunaman mana shu narsani, потому что menda ham depressiya bo'lgan paytda men juda ham ko'p kuzatganman-da, даже qo'rqinchli tush ko'rsam ham o'sha narsa bo'ladi deb o'ylardim-da. Chunki aqlim menga shunaqangi ta'riflab berardi. И o'shandan keyin Telefon yo'q. Gulxor, можно у всех выключить этот микрофон оптом? Я выключаю у всех вот Норова Матлюба. Пожалуйста, следите. За микрофон идем. Вот. Я потихоньку биtta o'chiribman. Да, ikkita chiqib qolyapti-da, Norova Matluba. Просто сбивают меня это. И shunaqa payt odam qachon qo'yniga sig'maydi, maqsad qo'yish, qachonki negativda bo'lsa, настроенияsi bo'lmasa, depressiyada bo'lsa, bunga aql sababchi bo'ladi. Biz o'sha payt qiladigan narsamiz shu narsani ko'rib olishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Kim bu qo'rqityapti? Va yaratganning ham maqsadi uni o'ziga qaytarish, unga ishonish. Qachonki ishonsangiz, qachonki aqlli tinch qo'yishga, o'chirishga yoki xalaqit bermaslik, o'chirib bo'lmaydi uni, xalaqit bermaslikka, undan chiqishni o'rgana olsangiz, mana shunda energiya sizda sekin-sekin paydo bo'ladi. Qanaqa depressiyada bo'lishingizdan qat'iy nazar. Va keyin siz o'zingizga savol berib, orzularingizni как бы tasavvur qilib boshlaganingizda уже boshqacha energiya bilan maqsad qo'yishni boshlaysiz. Va albatta maqsad qo'yishdan oldin siz o'zingizga savol berishingiz kerak. Nima uchun menga kerak? Nima uchun kerak menga? Nimaga kerak shu maqsadim? Ya'ni maqsadingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Pulga qo'yasizmi, sog'liqqa qo'yasizmi, bizani kompaniyada ishlashga qo'yasizmi? Nima uchun kerak sizga? Masalan, men o'zimni misolimda aytaman. Mani oldin qadriyatlarim bu birinchi o'rinda pul topish edi. Keyin o'zgardi. Men misol uchun materialniy mirga ko'proq ahamiyat berardim-da. Men o'sha narsani olsam, men baxtli bo'laman deb, o'sha maqsadimga erishsam baxtli bo'laman. Lekin men nima maqsad qo'ygan bo'lsam, ko'z tegmasin, Alloh hammasini bergan menga. Hammasini. Men даже o'sha paytga qaytib ham eslayman, chunki meni holatim, energiyam umuman boshqacha bo'lganligi uchun menga tez o'sha narsaga erishish как бы anaqa bo'lgan. Dostavаться qilgan tez o'sha maqsadda. No, meni maqsadim ko'proq materialniy mir bo'lgan. Hozirgi kunda meni qadriyatim faqat o'zimni o'ylash emas, faqat o'zimga olaman shu nima maqsad o'zim uchun emas. Masalan, to'g'ri, pul kerak, pulni ham maqsad qilib qo'yganman. No, birinchi o'rinda menda sog'liq, sog'lom tanada yashash.
sog'lom bo'lish va shu sog'liqni odamlar bilan ulashish. Buni ustida, конечно, nima deydi, praktika jarayonlari ketyapti hozir. Siz sog'liq uchun, например, nima desam ekan, shunaqa man 3 oy oldin shunaqa bitta zo'r anaqa qilganman. Har yili yangi yilda man 21 kun orzuni emas, maqsadlarim yozaman. Har kuni 21 kun hozirgi zamonda yozaman. O'zimni maqsadlarimni. O'sha maqsadlarim ichida man har kuni yozganda, man sog'lom tanada 70 kilogramm tanada chiroyli, yosh ko'rinish xohlayman. Oldin man nima deb yozardim? Man ozish xohlayman deb yozardim. Misol uchun, man sog'lom tanada chiroyli ko'rinish. Man sog'lom tanada boy bo'lish. Man sog'lom bo'lib, chiroyli bo'lib, yosh ko'rinishda bo'lib, shunaqangi jamoat tuzishni xohlayman. Shunaqa insonlar bilan ishlashni, birga biznes yaratishni xohlayman degan narsa menda уже как бы nima deydi, qadriyat o'zgargandan keyin mana Alloh mani hayotimga shunaqa mahsulotli kompaniyani kirgizdi. Ishonasizlarmi? Men undan oldin o'ylardimki, har xil nutritsiologlarni ko'rardimda 8 million, 10 million derdi. Lekin men o'sha payt 90 kilogramm edim. Men 2 yil ichida 90 kilogrammgacha ham yig'ilib ketib, ularni anaqasini ko'rardimda, reklama zo'r, besplatniy marafoni zo'r, lekin 8 million, 10 million pul derdi o'sha payt. O'shalarni ko'rganimda deb, mayli, pulim bo'lganda qatnasharman deb qo'yardim o'zimga. To'g'risi. O'tda qanaqa faqatgina ovqatlanishni o'rgatardi. To'g'ri ovqatlanishni. Men shu narsani har kuni yozdim-ku, men shu narsani xohlayman. Men shunaqa sog'lom 70-75 kilogramm tanadaman deb yozdim. Mani hayotimga Vertera kirib keldi, o'rtoqlar. Men shu narsaga hayron bo'lganim, bu yerda shunaqangi produkt analogi yo'q hech qayerda. Sog'liq uchun qanchalik bu narsa zarur, foydaliligini tushunganimdan keyin yozilgan oyim mana bir oyda nima deydi, mahsulotlarni olib ichganimdan keyin bir haftada 2-2,5 kilo menda minus bo'lgandan keyin, undan keyin oradan rovna bir oy o'tgandan keyin men Vodoroslim degan kursga kirdim. Bizda imkoniyatda, qarang, men o'sha paytda orzu qilganman. Stroyni chiroyli bo'lish. Maqsad qo'ymagan edim. Bu yerga kelgandan keyin mana maqsad qo'ydim. Men yozgan edim, что men shunaqaman deb. Meni hayotimga shu kirib keldi. Aprel oyida Vodoroslimda qatnashdimmi? Minus 7 kilogramm. Общий 9-9,5 kilogramm qizlar 40 kun ichida o'sha vaznga ega bo'ldim. Do и после check-up qildim. Check-upim вообще doktorlar ko'rib anaqa deyishdi, zo'r anaqa nima deydi, hamma anaqalar joyida, gormonlar, xullas, analizlar. Hemoglobin qolgan hammasi, biokimiya. Конечно, menda ishonch paydo bo'ladimi? Mani maqsadim bu kompaniyada sog'lom, chiroyli bo'lib, shu narsa bilan mana odamlarga ulashish. Ishonasizlarmi, mana 2-oy, to есть orada mana yana bir oy перерыв qilib, hozir 3 kun bo'ldi, yana Vodoroslim degan proyektga kirdim. Yubileyniy proyekt ekan, 12-si 1 yil davomida bo'lib ketgan. Boya prezidentni o'zi Anatoliy Xitrov dars berdi-da. Men shunaqangi восхищаться qilib eshityapman. Ozish bu побочный effekt-da. Но buni tagida shunaqangi sog'liq to'g'risida gapiryapti o'sha proyektda. Mana Gulbahor opam eshitdim dedilar hali. На клеточном уровне odam organizmi o'zgarib, обмен веществ joyiga kelgandan keyin, o'sha обмен веществ joyiga kelish orqali bizni sog'lom bo'lishimizni tushuntiryapti. Bu yerda ozasizlar deyotgani yo'q. Lekin ozish bu hammada maksimalni bir oyda 12 kilo ves ketgan odam bor ekan. Menda birinchi proyektda 7 kilogramm ketdi. Hozir mana 3-kun
Hozir taroziga chiqdim. Sizlarga dars o'tishdan. O'sha 1,5 kilo minus manda. 3 kun ichida. Nima hozir 80 kilo besim. Gap bu yerda faqat ozish to'g'risida ketmayapti. Bu yerda odam o'zini his qilishi, yengillik. Bu maqsadga o'zi umuman hamma maqsadga nima kerak? Energiya kerak. Energiya bilan birga kuchli iroda kerak. Bizada mana shu imkoniyatni beryapti. Kim hozir mana bilasizlar, ekologiya boshqa, Coviddan keyin hammada judayam ko'p odamlar bilan duch kelyapman, shu ishim orqali duch kelyapman. Hammada sog'lig'ida nimadir problema. O'shani sababi o'sha kletkalar ishlamayotganligi sababli nimadir kasal chiqib kelyapti odamda. Потому что u zararlangan yoki o'sha har xil toksin shlaklar bilan to'yingan organizm. O'sha organizm yig'ilib ketgan sababli обмен веществ buzilgan. Обмен веществ joyida bo'lsa, prezident, hamma narsa joy-joyiga tushadi. Hamma kasallik o'sha gomeostaz orqali aytyapti-ku. Qayerda bor shunaqa narsa deydilar? Qaysi kompaniyada? Yoki meni 10 millionlik kurs olib o'qiganimda ham qizlar, kim prezident kirib dars berarmidi yoki qaysidir vrachlar kirib dars beradi? Bu yerda har haftada 2 marta, 3 marta ginekolog bor, psixolog bor, nevropatolog, xullas har xil vrachlar kirib tushuntirib beradi. Nima uchun bizaga vodorosli ichishimiz kerak? Qanaqa ta'siri bor? Qanaqa tozalaydi? Men просто anaqa emotsiyam yetayotgani yo'q, o'rtoqlar. Всем рекомендую. Atiga 40 pivi, o'zingizga 20 qilasiz. Kimnidir tanishingizni olib, zakazini o'zingizni nomingizga urib kiring. Men komandamda mendan tashqari yana 2 odam o'tgan oy boshlashdi. To есть qilishdi shu shartni bu oy mana boshlab qatnashyapti. Nimaga? Bu duplikatsiya ketyapti. Va undan tashqari nechta yana komandamda insonlar aytyapti, shu yerga kirib ko'rsam bo'ladi. Nimaga? Потому что men ходячий reklama bo'lib qoldim hozir. Ko'rishmaganchidan biri или 2 oy o'tib ko'rishyapti-da, что menda уже boshqacha ko'rinish. Yana даже salonga borib keldim ana kuni. Ko'ryaptilar meni anaqa salondagi. Вот ты так красиво схуднула, deydilar. Da, manda tortilib, nima deydi, tanangiz tarang holatda osilib qolmasdan chiroyli anaqa. Yana terilaringiz yaltirab, oqarib turibdi deb o'zlari ham gapirdilar. Xullas, maqsad qo'ydimmi, shu narsani xohladim, Xudo o'zi yetkazdi menga. Endi mendan nima talab qilinadi? Energiya bilan iroda talab qilinadi shu maqsadimga erishish uchun. Bu bitta instrument bizada. Undan tashqari pul topish hamma xohlaydi. Nima deydi, spokойно ayta olaman, что siz MLM industriyada sizga biznes под ключ beryapti. Siz faqat ishoning, siz maqsad qo'yayotganingizda nima uchunligini biling verterada. Nima uchun? Просто ichib ko'rish uchun keldingizmi yoki haqiqatdan ham ishonib ichish uchun keldingizmi shu mahsulotni? Ishonib ichib natija ko'rib, sog'lom bo'lib, mana shu sog'liq bilan ulashish uchun keldingizmi? Yoki ishonchingiz yetishmayaptimi? Nima muammo? Nima uchun shu maqsadlarni qo'ying? Потому что MLM marketingda sizga pul keladimi? Sizda maqsad sog'liq bilan ulashish bo'ladimi? Qolgan yozadigan hamma materialniy mirdagi maqsadlaringiz avtomatom amalga oshib boshlaydi. Bu uchun как instrument foydalansangiz bo'ladi. Ishongan holda. Nimaga degan? Yozib qo'yinglar daftaringizga. Zачем я работаю в Verter? Zачем я выбрала? deb. Даже produkt ichayotganingizda ham mana qilib ichasizmi yoki ishonib ichasizmi? Единственное shu ishonch orqali я могу громко говорить об этом, что menda shunaqa rezultat hozirgi kunda. Yana mana shu vodoroslimdan ham xudo xolisa mana 3 haftani
Alloh sabr berib o'tavsam, undan keyingi rezultatlarimni gapirib beraman. Qanchalik energiya ko'payishini, qanchalik odam yengil his qilishini. Chunki men boshqa anaqaga temaga o'tib ketdim. Xullas, maqsadlarga qaytadigan bo'lsak, tashqi maqsad bo'ladi, ichki maqsad bo'ladi. Tashqi maqsad mana biz tashqaridagi boy, chiroyli odamlarni ko'rib, ularga prosta havas qilishimiz, kartinani ko'ramiz. Bizda sponsorimiz bor, $200,000 oylik oladigan, $100,000 oylik oladigan, yana kimdir bor, anaqalar keldi, prezident xotini, boshqa ayollar hammasi stroyli, chiroyli, boy, bir yilda $1,000,000 topadi. Zo'r mashinada yuradi. Ular biz uchun hammasi tashqi kartina hisoblanadi. Lekin bizda ichki maqsad bo'lishi kerak. Bu bizani hayotimizni yanada ham sifatini oshirish uchun. Lekin ichki maqsadni biz ichimizga joylashtirishni bilishimiz kerak. Bu uchun haligi qo'rquv, xavotir degan narsalar bilan kelishib olishimiz kerak. Что u narsalar bizani bezovta qilmay tursin. Biz уже maqsad qo'ydik. Har safar qo'yganingizda chiqib olib buzib boshlaydimi? Stop deyishni bilishimiz kerak o'sha narsaga. Bo'ldi, sen to'xtab tur. Mani hozir maqsadim shunaqa. Ya'ni qo'ygan maqsadingizni havoga emas, o'zingizga so'z berdingizmi shu narsani? Shu narsani eslatgan holda o'zingizni orqaga qaytarishingiz kerak. Orqaga qaytishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Qanaqa qilib ichkariga joylashtirar ekanmiz endi bu maqsadni? Maqsadni ichkariga joylashtirayotganimizda bizni состояние bo'ladi-ku, o'sha siz yetib borgan holatda bo'lishingiz kerak. Masalan, birinchi praktikamizni yozib olasizlarmi, o'zingizlarga eslab qolasizlarmi? Sizni energiyangiz tushib ketib, qo'rquvingiz ko'tarilayotgan paytda aqlga stop deya olish. Har safar mana shu narsani har kuni, har minut, har anaqada praktikovat qilishingiz kerak. Keyingisi уже bizga qanaqa o'rgatilgan? Oldin orzu maqsadlarni eshitganimizda oldin yoz, harakat qil, o'qigin, o'rgan, harakat qil, keyin natija bo'ladi deb o'rgatilgan, to'g'rimi? Lekin aslida oxirida bo'lasan. Shunaqa yozardik-ku. Lekin aslida siz уже bo'lgan holatda bo'lishingiz kerak. Даже yozayotganingizda ham уже bo'ldi. И o'zingizni состояниеңiz yuqoringi holatda уже bo'lgan holatingizni tasavvur qilishingiz kerak. Har doim qo'rquv paydo bo'lyaptimi yo boshqami, yoki uyqudan oldin praktikovat qilinglar. Men shunaqa qilaman har doim. Уже men sahnadaman, уже men черный brilliant, men komandamda hamma 10 ta черный brilliant yoki meni лично Kitrov tabriklayapti, Artik Muradov, Gulbahor opam chiroyli gul beryaptilar, quchoqlayaptilar, восхищаться qilyaptilar. Sponsorlarim hamma, xullas, tasavvur qilasiz, komandangiz qarab turibdi sizga. Siz уже o'sha состояниеda har doim yurishingiz. Agar bu tomonlama gaplashadigan bo'lsak, energiya tomonlama gaplashadigan bo'lsak, men hozirgi kunda mana shu ikkita narsani praktikovat qilyapman. Qo'rquv bilan energiya va o'sha holatga tushish. Balkim sizlarga kerak emasdir черный brilliant bo'lish. Balkim sizlarga hozir sog'liq kerakdir. Men sog'lomman. Sog'liqni ham har kuni tasavvur qilaman. Men sog'lom, chiroyliman, yoshman. Mana shunaqa har doim shu состояниеga qaytara ola bilsanglar, sizlarda sekin-sekin o'sha как бы ko'rasizlar, yo'l ochilib boshlaydi. Lekin maqsadlar
Nimaga o'xshamasligi to'g'risida ham ozgina gaplashaylik. 10 ta sabab bor. Men mana yerda yozib qo'yganman o'zimga. Bu birinchi sabab bu aniq bo'lmasa, mana zачем dedi, bu nima uchun kerak? Sizlar aniqlik kiritmasanglar, просто takka kelgan bo'lsanglar, unda bu yerda maqsad qo'yishinglar shart emas. Lekin действительно sog'liq и pul uchun kelgan bo'lsanglar, unda aniq maqsadinglar bo'lishi kerak. Qanaqa qilib aniqlaysizlar buni? Nima qilishim kerak degan savol tug'iladi. Aniq maqsad bo'lgandan keyin nima qilishingiz kerak? Bu yerda biza ходячая reklama. Nima qilishimiz kerak? O'zimizda rezultat qilishimiz kerak, faqat shu narsani gapirishimiz kerak. No bizani ko'p pul topamizmi, kam pul topamizmi, bizni qancha gapirganimizga bog'liq. Nechta odamga bo'lishganimizga juda ham katta ta'siri bor. Lekin siz birinchi o'zingizda rezultat qilishingiz kerak bu biznesda. Rezultat ichdingiz, qildingiz, kuzatdingiz, nimadir bo'ldi, sizda yaxshi anaqa atrofingizdagilar bilan bo'lishdingiz, ichdingiz, bunga ham bir oycha vaqt ketadi. Hammada bir oy, 2 oy rezultatli chiqib kelishi uchun-da. Odam o'zini aldamasdan, haqiqatdan mana fakt ko'rsatib bersanglar, shu rezultatni mana shunda aniqlik kirita olasizlar. Qo'rqmasdan biznes qila olasizlar. Qo'rquv chiqib kelgan holatda ham siz faktni miyangiz bilan ko'rsatib berasiz. Ikkinchisi, bu hamma xohlaydi, keldi, birdaniga bo'lib qolsa. Birdaniga bo'lishni xohlaydi. Bu ham juda katta xato. Keyin odam o'zi o'zgarishdan qo'rqadi bir xil. Keladi-da, voy qanaqa okrujeniyega tushib qoldim deb bir xilda qo'rquv bo'ladi, bir xilda to'g'ri xursand bo'ladi. Lekin uni miyasi, aqli yo'l qo'ymaydi uni o'zgarishga. Qo'yver, shundoq ham yaxshisan. Zato pompillab yuribsan yoki mana bunaqasan, nichoq. Короче, tushundinglarmi? Odam o'zi o'zgarishdan qo'rqadi. Miya qo'rqitadi. Qo'y, shundoq ham yaxshisan. Kerak emassan, o'sha pul zato tinchgina qora qozoning qaynayapti. Yana eng asosiysi, maqsad qo'yishda bilasizmi nima xato bor? Bu mas'uliyatni olish xohlamaydi. Mas'uliyatni olishga qo'rqadi. Voy, mana bunaqa bo'lib qolsa-chi, voy, unaqa bo'lib qolsa-chi, qila olmasam-chi, yoki yozdira olmasam-chi, u menga quloq solmasa-chi, aytganimni qilmasa-chi, charchaganman. Millionta bahona, no bitta narsa javobgarlik olishni xohlamaydi. Agar javobgarlik olgan odamni har doim vaqti bo'ladi bu biznesda. Nimaga vaqti bo'ladi? Chunki u ishondi, sevdi shu narsani. Bo'ldi. Javobgarlikni ham oladi-da, ustozi, sponsori nima desa, o'shani o'rganadi, qaytaradi, qiladi. Yana shu odamlar bor, tavakkal qilishga qo'rqadi. Bilasizlar, uchraydi shu odamlar. Просто tavakkal qilishga qo'rqadi. Yana shunaqa odamlar bor. 6-chisi bu o'zida qanaqadir aybdorlik hissi tug'dirganda bo'ladi. O'zini aybdordek his qiladi bu kishiga. Maqsad qo'ya olmaydi. U nima desam ekan? Nimadandir. Va hozir zaryadimiz shuni aybdorlik hissi paydo bo'lganida qila olmaydi, chunki o'ziga nimadir bo'lmasidan oldin o'sha o'zini как бы o'ziga ep ko'rmaydi, xullas shu narsani. Keyin quvvati yetishmaganda o'sha energiya to'g'risida gaplashdik-ku, undan tashqari ilmi, darsi, nima deydi? Opit deydi, opit, praktika yetmasligida qo'rqadi. O'rganish xohlamaydi chunki. Mana bunaqa darslar bo'lsa kirmaydi yoki qayerqadir borish kerak bo'lsa bormaydi. Mana kecha boss bo'ldi bizada. Shunaqangi anaqa поздравительныйga o'xshagan bayram, kompaniyani yengilliklari. Просто unga vaqt ajrata olmaydi, bo'ldi. Uni vaqti yo'q, unga kerak emas.
aql o'rgatadi, hamma narsa nimadir gapirsangiz o'zim bilaman deydi. Xullas shunaqa. Bu ham maqsad qo'yishni o'xshamaydi shunaqa odamlarda. Keyin shunaqa odamlar bor, keldida xato qilishdan qo'rqadi. Просто hammada har xil xato bo'lishi mumkin-da. Bu bizlar nima deydi, praktika o'rganamiz. Даже mana xato qilmasangiz, bu yerda siz hech qanaqa yutuqqa erisha olmaysiz. Biza mana shu xatolar orqali o'zimizda tajriba yig'ib kelganmiz bir umr. Biznesda ham, boshqada ham. Xato gapirib qo'ysamchi, yoki boshqa informatsiya berib qo'ysamchi, yoki unga ну, короче, tushundinglar, xato qilishdan. 10-si bu sharmanda bo'lishdan qo'rqadi. Unaqa odamlar ham maqsad qo'ya olmaydi. Ularni aqli o'zini ulardan oldin boshqaradi. Sharmanda bo'lib qolsamchi, vdруг manda o'xshamasan, ustimdan kuladi, uyim deylar ustimdan kuladi, mana bunaqa deydi deb. Xullas, mana shu 10 ta sabab asosiy xatolardan hisoblanadi и bizaga xalaqit beradi maqsad qo'yishga. Lekin men sizlarga hozir bitta zo'r narsa o'rgataman. Mana shu 10 ta narsani pozitivga aylantira olsanglar, kimdadir shulardan bitta, ikkita punkti bo'lsa hamda, misol uchun, pozitivga aylantirib, shu narsani o'zgartirishga harakat qilsanglar, zo'r anaqa bo'ladi, maqsad qo'ysanglar. O'zi maqsad bilasizlarmi qanaqa qo'yilar ekan? 2 xil qo'yilar ekan. Hali aytganimdek, man oldin qanaqa maqsad qo'ygan? Faqat olishni xohlaganman. Shu koinotda nima bo'lsa, shularni olsam hammasini deb. Lekin aslida olish uchun faqat qo'ysangiz, sizni quvvatingiz ko'p ketadi. Olish, mana misol uchun Сейчас, минуточку, не расходимся. Hozir qaytib keladilar. Пока kimda savollar bo'lsa, chatga yozib turinglar. Men keyin o'qib beraman savollarni. Здесь Gulbahor opa. Energiya otvordi. Меня слышно? Тихо тебя слышно. Погромче сделай звук. А теперь? Ну, почему-то тихо. До этого было громче. Сейчас тогда я с телефона попробую зайти. Пока vaqt o'tyapti, сейчас, пока она возвращается, o'zim haqimda тоже aytib bermoqchiman. Dekabrda oxirroqlarida mani bitta bepul marafonga taklif qilishdi. Energiya, quvvatni oshirish bo'yicha bitta proyekt bor ekan. Man qiziqib borib, man hamma narsani na praktika qilib ko'raman-ku. Man o'sha yerga borib qatnashdim. Aytdim, energiya juda muhim hozirgi kunda. Eng qimmatbaho valyuta, самая дорогая valyuta это energiya. Pulingiz bo'lishi mumkin, no kuchingiz bo'lmasa, uni ushlab qololmaysiz degan g'oya. Qanaqa qilib uni ko'paytirish bo'yicha har xil praktikalar beriluvdi-da. Bittasi это ustingizda har kuni sovuq muzday suvni qo'yish kerak. Bir chelak olib, это sekreti bor. Nima deb suv qo'yish kerak? Не просто вот так suv qo'yamiz-da.
и что issiq dushda cho'milib turib keyin muzdek suvni qo'ysangiz, o'sha moment вот такой energiya keladi. И o'sha suvga mehr berib, sevgi, muhabbat berib, я желаю всем здоровья, hammaga sog'lik tilayman, butun dunyoga sog'lik tilayman deb вот такой suv qo'yish kerak. Tasavvur qilinglar. Men o'shani bir oy qilib ko'rganman, и mani hayotimga Vertera kirib keldi, chunki bu mahsulot bilan biza hamma odamlarga, barcha odamlarga sog'lik bera olamiz, как бы ulasha olamiz. Tasavvur qilinglar, mana bu ham orzu. Chunki men o'shani aytganimda от души hammaga sog'lik tilayman deb, даже kimlardir вот ko'z oldimga kelgan, masalan, kasal tanish bilishlarim bor-ku, hozir men ularga Vertera orqali, оказывается, вот Dononi gaplariga это такой qo'shimcha, что ana o'ziga вот такой 70 kilo vesda sog'lom tanani qarang orzu qilgan. Men o'zimga вот что hamma odamlarga sog'lik tilayman deb orzu qilganman. Sizlar ham o'ylab ko'rsanglar, не просто так Vertera sizlarning hayotinglarga kirib keldi. Nimadir orzu qilib yurgansizlar, balkim qanaqa qilib pul ishlasammi, или там nimadir baribir ham sizlar nimadir haqida orzu qilgansizlar, это 100%, поэтому yaxshilab o'ylab ko'ringlar, nima uchun sizlar bu kompaniyada. Все, продолжай, Донош. А теперь как слышно меня? Ну, слышно, но не так, как до этого было слышно. Ну ладно, Говори. тогда, думаю, будете слушать. А теп- Maqsad keldik. У меня секреты bor ekan, оказывается, yozishda. Maqsad Плохо o'zi слышно, Донош. плохо слышно. Наушники есть у тебя? Попробуй наушники. Нет, они у меня вот такие. Я не знаю, куда ее оставить. Сейчас sizga gapirib turing, unda сейчас постараюсь другого рассказать. Хочет поделиться. Kimda qanaqa ideyalar bor, Barno? Orzu, maqsad bo'yicha qanaqa yana qo'shimcha qilishimiz mumkin? Fotima, sizda bormi qanaqadir qo'shimchalar? Assalomu alaykum, xayrli kech. Mhm. Gulbahor opa, men o'zim laminariyada vannachka qildimda. Siz o'sha Aha. kun tavsiya qildingiz-ku. 2 qoshiq Mhm. laminariya solib, o'zim vanna qabul qildim. Keyin o'sha dush принимать qilganimdan keyin где-то soat 10larda ertalab anaqa qilgandim, turganimdan keyin отпускadaman. Kun davomida terlamadim, ishonasizmi? Shunaqa свежий bo'lib yurdim. Mhm. Menga rosa yoqdi. Hozir Gulnozam yonimda o'tiribdi-da, Gulnozaga ham maqtadim. Aytdim, bitta vanna qilib ko'rgin, вообще mazza ekan, ayniqsa yoz kunlari. Birinchidan terlamas ekan odam, yopishib qolmas ekanda terisi terlaganda ham. Anaqa Вот свежий видите bo'lib какой? qilib yurdim Ага. kun davomida. Keyin menda oldin ertalab pochkam og'rib, pochka og'rig'i bilan uyg'onardim-da. Mana shu Verterani ichganimdan beri umuman hech qanaqa og'riq yo'q. Mana uxlaganimda miya taqqa aytib o'chib, dam olib uxlayapman. Oldin uxlasam ham miya ishlardi-da. Mhm. Juda Maqsadingiz mazza. qanaqa? Вот maqsad, смотрите, ikkita maqsad qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? Это Aha. sog'lik bo'yicha,
и pul Да. biznesga. Pul bo'yicha. Вот это Aha. тоже juda muhim narsa, да, потому что просто почувствовать энергию можно, masalan 2-3 oy yeb turib, да, это Aha. все почувствуете, легкость, потому что детокс будет, 2-3-4 Mhm. kilo keladi, правильно, да? Bu ham Da, da. maqsad bo'lishi mumkin yoki sog'likni tiklash, быть здоровым. Mana biza Vadaraslimda bugun qatnashyapmiz. 12 marta qatnashgan odamlar bor Vadaraslimda. Потому что Mhm. o'xshamasligi mumkin. Или mana yilida 4 marta Vadaraslimda qatnashishni tavsiya qilyapti Mhm. prezident kompaniya. Chunki vaqt kerak tiklash uchun. Tasavvur qilinglar, bu juda katta uzoq muddatli marafon deymiz, to'g'rimi? 1 yillik marafon, значит 4 marta Vadaraslimga qatnashish. Mana qatnashdingiz, 2 oy перерыв. Yana qatnashdingiz, yana 2 oy. Вот maqsadni qarang-da, вот тогда haqiqiy здоровье, вот sog'lom bo'lishi mumkin. Mhm. Вот o'ylab ko'ring bu Da. haqida. Я вот делюсь sog'lik bo'yicha maqsad Mhm. qo'yish erterada. Mhm. Tushunarli. Man o'zi mart oyida menga Barno buni tavsiya qilganda, Barno sog'lig'im uchun mayli ichib ko'raman dedim. Nima biznesini qilaman deb o'ylamagan edimda. Mhm. Faqat sog'liq uchun boshlagandim. Keyin o'zimdagi natijalarni ko'rgandan keyin jim turolmas ekansizda, уже baribir biznesga o'tib ketar ekansizda, хочешь не хочешь. Предлагать qilganingizdan keyin. Vadaraslim bo'lsa, men qatnashib ko'rgan bo'lardim bo'lmasam. По идее, Vadaraslimga siz anaqa bajardingiz-ku, условияlarni тоже Да, да, да. qatnashishingiz mumkin. У вас в кабинете, после сейчас школа закончится, я вам Aha. покажу. Вы можете, там запись будет, bir kun. Bugun водная лекция bo'ldi, ertadan уже kirsangiz bo'ladi Vadaraslimga. Mhm. Xudo Man xohlasa keldim. О, отлично, давай, продолжай. Мгм. Man keldim. Maqsad 2 xil qo'yilar ekan. Buni ham bitta siri bor ekan. Birinchisi 2 xil. Bitta xili bu olish uchun qo'yilar ekan. Ya'ni мы хотим что-то взять. Koinotdan nimadir olmoqchimiz, tashqi dunyodan. Ikkinchisi berish uchun ham qo'yishimiz kerak ekan. Mana man hozir misol sizlarga beryapman. Bor bilimimni я отдаю. Olish, berish, как бы anaqada bo'lsa, nima deydi, balansda bo'lsa, не только брать, урвать, но и отдавать deydi-ku. Berish, man nima bera olaman? Man bilim bera olaman. Man bo'lisha olaman o'zimni tajribam bilan, praktikam bilan nima ichdim, qanaqa bo'ldi, to'g'rimi? Man nima bera olaman? Imkoniyat bera olaman, qanaqa pul topishni o'rgata olaman, misol. Yana nima yaxshilik qila olaman, nima bera olaman. Man mahsulot sovg'a qila olaman kimgadir. Muhtoj odam bo'lsa, misol uchun. Yoki materialniy narsa bera olaman, yoki o'zimdan kelib chiqqan holatda nimadir bera olaman. Bilim orqali yoki maslahat orqali. Foydali bo'lish. Xullas, maqsad yozayotganinglarda shu narsani har bitta punktida ahamiyat beringlar. Man hozir olyapmanmi yoki beryapmanmi? Потому что yaratgan qanaqa yaratgan, bu dunyoni yaratgan faqat beruvchi bo'lib yaratgan. Mana tasavvur qilinglar. Ertalab quyosh nima qiladi? Kunni yoritadi. Nima qilyapti? U beryapti, nur beryapti, yorug'lik beryapti. Uni hislati. Daraxtlar nima beryapti? Meva beryapti. Organizmda yurak nima qilyapti? Uryapti. Oshqozon nima qilyapti? Hazm qilyapti. Ular beryapti. Yaratgan hamma narsani beruvchi qilib yaratgan. Gullarni nima qilyapti? Chiroyi bilan bizani xursand qilib beryapti. Ahamiyat berib chiqsak, yaratgan narsasi hammasi beryapti odam uchun. Yuragimiz ham beryapti, beminnat ishlayapti. Ichaklarimiz ham hammasi, hech qaysisi noliyotgani yo'q, hammasi pozitivni beryapti. Biz nima qilyapmiz? U narsada mazza qilyapmiz. Olyapmiz shu narsalarni o'zimizga. Dengizda nima qilyapmiz? Cho'milyapmiz va hokazo. Xullas, fikrimni tushuntira oldim. Maqsad yozayotganinglarda ahamiyat beringlar. Hozir men
Mana misol nimadan boshlaymiz biza? Hammamiz mashina uydan boshlaymiz-da. Bu nima? Bizaga olish, to'g'rimi? Biza buni evaziga nima bera olamiz? Nima berish orqali shu narsaga erisha olamiz? Mana shu yerda ham o'ylanib qolinglar. Keyin maqsad yozayotganda обязательно hozirgi zamonda yozish kerak. Men yozgan maqsadlarim har yili qilaman. Shuni 21 kun yozaman, yangi yildan boshlab. Уже bo'lgan holatda. Men kreditlarim yopib bo'ldim. Men mana bunaqa qildim. Men 70 kilo vazndaman, chiroyliman. Xullas, kimda qanaqa bo'lsa-da, men o'zimga mana bunaqa narsa sotib oldim. Mana bunaqa kofta oldim. Farqi yo'q. Orasida olish berish ketaveradi. Xohlanglar 21 kun yozinglar shu narsani hozirgi zamonda. Men ingliz tilini o'rganyapman emas, men ingliz tilida gaplashyapman, misol uchun. Men turk tilida gaplashyapman. Miya shu narsani уже как бы bo'lgandek уже anaqa qilarkan, ularga shunaqa buyruq ketarkan bo'lgandek va обязательно ketidan благодарность davom etib yozdirib qo'yish kerak. Misol uchun Allohim o'zingga shukur, men shu narsam borligi uchun berganing uchun. Miyaga faqat B tochkani ko'rsatsak, уже bo'lgan narsani ko'rsatsak, yozganimizda u ko'zi bilan ko'rib turib tushunadi. Unga biz yana hissiyot qo'shamiz. Чувствование deydi. O'sha narsani уже his qilsak bo'lganimizni, unda bizda energiya o'zi ko'tariladi-da, o'sha zamonga tushib qolasiz, o'sha vetkaga tushib qolasiz. Как bo'lganda o'sha holatda har doim ushlab yurishimiz. Lekin shuni qilish bizani esimizdan chiqadi. Birinchidan, ikkinchidan qilayotgan paytingizda aqlingiz chiqadi, sen jinniroqmisan deydi. U narsa yo'q, nimaga sen hozir bu narsaga ishonmassan deydi. Ana shu payt stop desda, yana shu narsani praktikovat qilishi, не только yozishi. To'g'ri, yozayotganda ham состояние kerak yozishga, mana shu narsani. Просто tak hozir daftar olib 10 ta 20 ta yozib qo'yinglar desam, yozib qo'yganinglar bilan u ham qachondir bo'lishi mumkin. Lekin hamma narsa siz energiya состояниеңizga bog'liq. Bu dunyoda mana shu narsani men juda ko'p eslayman. Qachon nimamdir amalga oshganda, men o'sha payt qanaqa energiyada, qanaqa состояниеda bo'lganman, qanchalik ishonganman Xudoga shu narsa bo'lishiga. Chunki u holatga tushib qolsangiz, sizda umuman boshqacha energiya bo'ladi. Mana shu narsani praktikovat qilishinglarni sizlarga aytardim. Agar sizlar bilsanglar ham kerak. Men bilaman, o'zimdan kelib chiqqan holda har doim esimdan chiqib qoladi. Men har kuni shu narsaga o'zimni qaytaraveraman. Har yurgan qadamimda qayerga ketyapsan, nima deyapsan, qanaqa mana shu qaytarish, bu ichingizdagi nafas olishingizga, yuragingiz urishiga. Потому что ichingizda shunaqangi katta kuch bor. Bu narsani his qilib ko'rganingizda уже bilasiz. Spokойный o'sha qanaqadir sakinat holat o'zi kelib qoladi. Yana bitta narsani miya bilish kerak ekan, shu maqsad yozayotganingizda sразу katta narsa yozib tashlashingiz kerak emas. Обязательно bitta kichkina narsa, bitta katta, bitta kichkina, bitta katta. Erinmasanglar, mana bugun uyga vazifa deb olinglar-da, nechtadir yozinglar demayman. Hammada har xil anaqa chiqadi. Yozayotgan paytida keladi. Kimdir 10 tani zo'rg'a yozadi, kimdir 100 tani spokойно yozib tashlaydi. Qanchalik ochilishinglarga bog'liq, ishonishinglarga bog'liq. Shu narsani yozayotganinglarda o'sha состояниеga tushinglar-da, o'zi bo'lgan. Sizlar o'sha uchun благодарить qilasizlar. Kichkina narsadan boshlanglar. Kichkina, farqi yo'q nima. Telefoninglar podstavkami yangi, naushnikmi, krujkami, koftami, maykami orasida zvaniyalarni, qanaqa holatdaliginglarni, figuranglarni и так далее. Mana shu narsani как бы yoza olsanglar, mana bugun как бы uyga vazifa qilib olinglar shu narsani. Bitta katta, bitta kichkina anaqa holatda, уже B tochkadagi holatda yozishni. Bu ham anaqa o'zimni praktikamdan o'tgan narsani men sizlarga hozir aytyapman. Shu narsani yozib qo'ygan daftarimni olib qo'ymayman, lekin ko'rsataman sizlarga. Shu narsadan o'sha orada
уже nechtasidir amalga oshdi. И boshqacha состояние bo'ladi. Уже ishongansiz o'sha holatga tushib qolasiz. И xullas shunaqa kuchli energiya ko'tarilib boshlaydi. Faqat shu narsani har kuni o'zinglarga eslatishingiz kerak. Zачем мне это нужно? Nimaga kerak? Nima uchun qilyapman? degan kichkina qadamlar bilan qilinmasa, bu narsa ishonch orqali bo'lmasam bo'lmaydi. Bizani har bitta anaqamizni, yutug'imizni o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bu bizani har kungi qilayotgan praktikamizni, harakatimizni, chunki orada har xil anaqalar keladi-da, vaziyatlar bo'ladi boshqa. Lekin siz qanchalik mustahkamligingiz, ishonchingiz, ichingizdagi vera deydi-ku, o'sha vera qanchalik kuchliligi mana shu narsaga nima deydi, judayam katta natija beradi и ahamiyatga ega. И yana bitta narsa, shu maqsad yozdinglarmi? Nima, qanaqa цена deydi, какую цену вы готовы заплатить deydi. O'zinglar o'sha yo'lda harakat bo'lmasa, просто yozib qo'yib, xayol qilib saqlanib qilganinglar bilan bo'lib qolmaydi. Какую цену вы готовы заплатить за это? Bir kunda necha soat vaqt ajratmoqchisiz? Sog'lig'ingizgami yoki mana shu kompaniyani prezentatsiyasigami, odam taklif qilishingizgami? Mana shu narsani ham chestno o'zingiz bilan kelishib olishingiz kerak. O'sha maqsadni katta qo'yib qo'yamiz-da, u odamda energiya bo'lmaydi. Ular tushunmaydiki, черный brilliant deb yozib qo'yganda, lekin harakati yo'q. O'sha narsa miyaga etib qo'ygani uchun energiya ketayotibdi u yoqqa. Lekin o'zi harakat qilayotgani yo'q, hamma energiyasini sug'urib olyapti. Chunki katta maqsadni boshida qo'yib qo'ydingizmi, sizga majbursiz energiyangiz baland holatda bo'lishga. U maqsadni o'zi katta energiyani talab qiladigan maqsad. O'shaning uchun miyaga birinchi kichkinani beringlar, kichkina bo'lgandan keyin kattaroq, katta dalish ketaveradi. Lekin energiyalar haqiqatda yetadi hamma narsaga desanglar, katta maqsadlarni bemalol yozib anaqa qilishinglar mumkin. И какую цену заплатить deganda bu обязательно vaqtga kelib taqaladi. Qanchalik vaqt ajrata olishingizga bu biznesda. Chunki maqsadlar baribir nima deydi, materialniga kelib taqaladi. Xohlasangiz, xohlamasangiz pulga kelib taqaladi. Но bu uchun vaqt ajratish bu juda ham muhim narsa. Men o'zimdan kelib chiqqan holatda aytyapman. Haqiqatdan 2 ta mashina olganman, uy qurganman, 40 ta davlat sayohat. No bularga o'zidan o'zi maqsadni yozib qo'yib, daftaramga otib yorib, potolokka qarab, vizualizatsiya qilib yotganimda bo'lib qolmagan. Bu harakat, bu energiya, bu ishonch, bu rezultat, o'rtoqlar. Har kunlik kichkina harakat. И men har doim aytaman, сильный съедает, быстрый съедает сильного degan shiorim bor menda. Tez harakat qilsanglar, men kuchliman, men aqlliman degan любойni anaqa qilib ketasizlar, любойdan o'tib ketasizlar. И birinchi bugun yozinglar, agar shu maqsadinglar Vertera bilan bog'langan bo'lsa, shu sevgi orqali shu biznes qilishinglarni xohlardim. Bugungi birinchi qadamimni agar qadam hali tashlamagan bo'lsanglar yoki katta maqsadga katta qadam tashlamagan bo'lsanglar, birinchi qadamimni bugun nimadan boshlayman deb yozinglar shu narsani. Nimadan boshlaysizlar? Qanaqa energiyada boshlaysizlar? Mana shu narsalarni ham обязательно nima deydi, inobatga olish kerak, chunki hamma narsa mana bunaqa взаимосвязанный-da. Bu sizni состояниеңiz, harakatingiz, xohishingiz, shunga o'zingizga ruxsat berishingiz shu narsani qilishga. Потому что siz o'zingizda xohish bo'lmasa, hech kimni anaqasi nima deydi, даже Alloh ham не меняет положение людей deydi. Пока они не изменят то, что есть в них самих. Понимаете? O'shaning uchun biz o'zimizni ichimizdan o'zgarib, xohlab o'sha состояниеda nima deydi? O'g'il bolacha gap deydi. Erkakcha so'zimni berdim deb qo'yishadi-yu. Mana shunaqa so'z berishdi. Erkaklar nima qiladi? Aytdimi, qaytmaydi.
shu narsani qiladi. Bu bizani внутренний стерженimiz. Поэтому sizlarga orzu maqsad yo'lida katta anaqalar tilayman, natijalar tilayman, lekin sizlarga yana bitta vazifa bermoqchiman. Energiyalarni ko'tarish uchun bu uy vazifa. Xohlasanglar qilinglar, xohlamasanglar yo'q, o'zinglar bilasizlar. Lekin qilib sponsorlarga jo'natsanglar men juda ham xursand bo'lardim. Energiyani ko'tarish uchun qanaqa? Birinchi bo'lib sizlar yoshliginglarga qaytasizlar-da. Har mana shu kungacha kim 30 yosh, kim 40 yosh, kim 50 yosh bilmayman. Nima qilgan bo'lsanglar, 5 baho olib kelganmisizlar, birinchi bo'lib mastava qilishni o'rganganmisizlar, bilmayman nima qilgansizlar. Qaysidir fandan 5 olib kelganmisizlar, institut qizil diplom bilan bitirganmisizlar, hammasiga yozib chiqasizlar. Ya молодец. Ya молодец. Eslaysizlar shu narsani. Bugun o'tirib olib, hozir qilasizlarmi bilmayman. Ko'taringi ruhda energiyani ko'tarib olib, birinchi bo'lib o'zinglarni ishonchinglarni uyg'otasizlar. Maktabda nima deydi, attestatinglarda nechtadir 5 bo'lganmi, yo qaysidir fandan ingliz tili krujokka borganmisizlar, tansiyaga borganmisizlar, bilmayman, pianino chalganmisizlar. Ya Dono, ya Fatima или Gulbahor, bilmayman kim yana bu Evelina, Umida. Я молодец. Я когда-то это смогла сделать. Я тогда это сделала. Degan holatda eslaysizlar. Bugun birinchi uy vazifa sizlarga shu. Maqsad yozishdan oldin o'zinglarni maqtashinglar kerak. Eslab, har bitta yutug'inglarni eslab, молодец, молодец deb yozib chiqinglar, shunaqa ichinglardan energiya, kuch ko'tarib, o'zinglarni kimliginglarni, o'zliginglarni eslaysizlar-da. Eslaganinglardan keyin ana, пожалуйста, keyingi maqsadlarga olg'a yozishga. Kattasini yozasizlarmi, kichkinasini yozasizlarmi, o'sha B tochkada turganinglarni yozinglar. Kelishdikmi? Hammaga kirganlarga rahmat. Eshitganinglar uchun savolinglar bo'lsa bemalol beringlar.